Turetskiy tillarni qanchadan olasizlar? Ko'ringchi, o'tiravering, hozir hisoblab beraman. Kofe ichasizmi? Yo, rahmat, osh bo'lsin ichavering. 575 rubl ekan. Mana bu oddiy toshlaringiz minus bo'ladi. To'xtang, nega minus qilasiz? Izinglarga olmaysizmi buni? Qachon bo'lyapti? Temirlar uzilgan. Bozor talabi yo'q bunaqa. Voy, siz buni brendini bilasizmi nimaligini? Mana Pascal Bruni deydi buni. Ha, podelkasi faqat. Podelkam ekan. Ha. Toshlaringiz minus bo'lib, Olinganda, lekin chiroyli hisoblab beravering. qo'ldan kelgan chol narx beramiz. Bugungi kunda 1 million 100 dan bo'lyapti. 12 million 936 ming chiqadi. 12 million 950 ming qilib beraman. 1 million shuncha bo'lib ketdimi tillar? Narxlar ko'tarilib, omadingiz bor ekan. Voy, yaxshi payt kelmanda. Unda Da. qancha qilib beryapsiz shunda? 12 million 950 ming so'm. Voy, 13 qo'ying. Shuncha qo'shgan bo'lsangiz. O'zi qimmat hisoblayapsiz, mayli, rahmat. Endi ozgina 50 ming qilish nima mas'ulsizlar-ku? Pulingiz ko'p-ku. Qilib beramiz, faqat videoga tushib berasiz Instagramga. Voy, siz mana bilmas ekansiz. Men hozir ochkida videoga olman sezayotgan bo'lsangiz. Mayli, o'zingiz postingizga qo'yib yuborasiz. Bo'ldi, qo'yib yuboraman, rahmat. O'zicha anchadan bir kuzataman-da sizlarni. Like bosib turasizmi? Yo'q, like bosmayman, lekin ko'rsatish kerak. Like bosmaganman, просто Bosib storiyada qo'yasiz, qo'yasizlar-yu, narxlarni har kuni. O'shani ko'raman-da, lekin bir haftacha bo'lib qoldi, ko'rmay qo'ydim. O'shanga, voy, narxlar oshib ketdi, yaxshi, xursand qildingiz. Da, omadingiz bor ekan. Mana bitta 10 million, pastida, tepasida 3 million, 13 million, barakasini bersin. Mayli, rahmat. Ham kofe sizga ichib olarsiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.